Assalomu alaykum. Kanalimizni tomosha qilib boradigan tomoshabinlar. Men sizlarga yana bir inkubatorni ko'rsatib o'tay dedim. Ichiga tuxum qo'yganman 20 ta. Svetlari uchi yonyapti. Mana gradusi 37-9 ga chiqqan paytda uchadi. 37-6 ga tushsa yonadi. Mana bunisi namligi 67 da ekan, gradusi 38 ga chiqibdi. Bu endi mana gradusi aldaydi-da, ko'proq ko'rsatadi. O'zi aslida terma regulyatori gradusiga qo'yib qo'ysalaring, terma regulyatori gradusi yaxshi ko'rsatadi. 37-9 ga qo'yish kerak, ko'ryapsizlar-ku, 38 gacha chiqibdi. Shuning uchun 37-9 ga qo'yib turib, mana shu ko'rinishda mana tashab qo'yasizlar nimasini. Mana. Keyin mana Tojikistondan ikkita tuxum olib kelgandim. Nimani tuxumi? Kitayskiy shokma, yaponcha boqi, yapon tovuq. Shuni tuxumini olib keldim, 4 dona. Ikkitasida jo'ja paydo bo'ldi. Bittasi ochib chiqibdi hozir ishdan kelsam. Bittasi ochib chiqqan, ikkinchisi hali ochgan yo'q. Mana ular yozib qo'yganim. Bularni hozir endi og'darib qo'yaman. Mana bitta palasa bu yerga qilib qo'yganman. Bularni erta bilan bir, kechki payt bir shu ochirib turib regirovka qilib qo'yaman. Tavuq ham xuddi mana shunday aylantirib ayna qilib qo'yadi. Shu uchun qo'rqmasdan, misol uchun qo'laki qilib inkubator yasab turib uncha ko'p pul ketmaydi. Uyda ham misol uchun jo'ja ochirsalaring bo'laveradi. Shunday qilib mana datchikni mayna tashab qo'ysalaring ham bo'laveradi o'rtaga. Qaranglar, mana datchik tashaldi-ku o'rtaga. Ikkislarni polni bu yoqqa yopib, mana bittalik palasalar tepaga ko'rsatib qo'yamiz. Erta bilan ikkisi ko'rsatib qo'yamiz yana tepaga. Shunday qilib 19 kun og'darib turamiz. Xudo xolasa 90%, 95% ga chiqadi. Shunday ham iloji boricha harakat qilish kerak. 1-2 minutda o'sha krishkasini yopishga. Ana, jo'jachamiz ham yotibdi. Shunday qilib turib tasdiq nima qilasizlar? Krishkasini yopib qo'yasizlar. Iloji boricha gradus pasayib ketmash kerak-da. Jo'jacha ichida turibdi. Keyin tagiga mana ventilyator ham ko'rinib turibdi. Ikkita ventilyator qo'yganman 200 ga. O'rtasiga patron qo'yganman, bitta patron. Keyin tagiga boyaga yavliq bo'lsin deb pandiz qo'ydim. Pandizga keyin suv solib qo'yib, namligi ko'tarilib ketgan uchun kesga boyaga plastik bor edi uyda. Shu plastikni yarimigacha yopib qo'ydim. Hozir namligi shunday ham 60 dan o'tib turibdi. Mana shunday qilib, mana xudo xolasa yasab tuxum ochirsalaring bo'laveradi. Bu mana tuxumni boya yaponni tuxumini ikkitasini qo'yib qo'ygandim bu yoqqa. Ochishiga 2 kun qoldi. Bugun mana xudo xolasa ochib chiqdi. Bittasi ochib chiqdi, hozir yana bittasi ochib chiqmoqchi. Ichidagi jo'jacha qimilyapti, u ham ochib chiqadi xudo xolasa. Inkubatorimiz gradusi mana ko'tarilyapti. Agar namligi ko'payib ketaversa agar, mana yerda mana hozir qaranglar. Bir ko'rsatib o'tay sizlarga. Mana bu yerda ventilyator bor, mana 4 ta samolyot yurgan joyimda bitta ventilyator, yonida ikkinchi ventilyator. Axlajdat qilish uchun mana shu yerdan ventilyator orqasidan bitta teshib qo'ysalaring bo'ladi, bu yoqdan ham bitta teshib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Misol uchun ochishiga 3 kun qolgan paytda biron bir paxtanimi bir narsani tiqib qo'yasizlar. Keyin ustini polni yaxshilab o'rab qo'yasizlar. Namligida iloji boricha ko'paytirasizlar. 3 kun qolganda 19-kun. Keyin mana bunday qilib, misol uchun issig'i ko'payishi uchun boyaga inkubator lampochkasi deb uchib yonmash uchun mana bunday qilib yopib qo'ysalaring. Xudo xolasa inkubatorimiz issiqqina turadi, o'rab qo'ysalaring. Gradusi ham tez ko'tariladi. 36 ga chiqdi hozir o'sha gradusi. Hozir tez ko'tariladi. Hozir nimaga deguncha inkubatorimiz kichkina, tezda ko'tarilib ketadi. Ayna qilib, xudo xolasa uyda ham inkubator yasab olsalaring bo'ladi. Graduslari